Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Bugun yana bir dolzarb masala haqida gaplashamiz. Ya'ni texnika taraqqiyot rivojlanyapti. Albatta, bir yangilik bo'lgan joyda uni buzilishi ham bo'ladi. Masalan, elektromobillar chiqyapti, ularga servis xizmati kerak va ancha yillardan oldin, demak, bizni jamiyatimizga ehtiyojga kirib kelgan telefon qurilmalari bor. Ana o'sha telefon qurilmalari buzilsa nima qilish kerak? Ustaga olib borish kerak. Ustani qayerdan topamiz? Ustani kim o'qitadi degan savollarga bugun Xudo xohlasa Muhammad Solih bilan javob topamiz. Xush kelibsiz Muhammad Solih. Rahmat aka. Endi mana shu sohaga qiziqishingizga sabab sizni nima bo'lgan? Kimdir yetaklaganmi, ya'ni turtki bo'lganmi yoki o'zingizdan tashabbus chiqib qiziqqanmisiz? Kamoliddin aka, o'zi odatda bilsangiz, hammani o'smirlik vaqtida, yoshlik vaqtida bir o'ziga xos qiziqqan kasbi bo'ladi. Kimdir uchuvchilikka qiziqadi, kimdir doktorlikka qiziqadi, kimdir yana nimalargadir qiziqadi. Lekin kelajakda qaysi kasb dolzarb bo'ladi, ya'ni o'g'limi yoki qizimi sal yoshi katta bo'lib qolgan mahalla qaysi kasblar bugungi kundagi eng dolzarb kasblarga aylanadi degan bir e'tiborlarni albatta kattalar, ota-onalar yoki opa-buvilar bunga ko'proq e'tibor berishadi. Menda ham o'ziga xos boshqa bir kasblarga ham qiziqishligim bo'lgan, lekin bu kasbni tanlashimga va bu yo'nalishda faoliyat yuritib ketishligimga asosiy sababchi bo'lgan inson, ya'ni meni onam bo'ladilar. Men o'sha yoshlik vaqtimizda, ya'ni to'p tepib yurgan vaqtimizda desak, onam qo'limdan yetalab ustozimga olib borib shuni usta qilib berasiz deb berganlar. O'sha kasbga ozroq yurib qiziqishimiz uyg'onib qolib va alhamdulillah 15 yildan beri xalqqa xizmat qilib ustachilik qilib kelyapmiz. Zo'r. Demak, mana shu siz 15 yillik davr, bu kichkina davr emas. Hozirgi texnika taraqqiy etayotgan paytda 1 yil, 2 yillar ham ko'p narsani o'zgartirib boryapti. Masalan, Samsung S24 Ultra chiqdi deymiz, keyin 25 chiqadi. Bu iPhone'da 15, 16, ya'ni o'zgarishlar keskin ketyapti. Shu davrlar mobaynida evolyutsiyani, ya'ni texnik evolyutsiyani qanaqa bosqichlardan o'tdingiz? Ya'ni avval boshida qanday telefonlarni tuzatdingiz-ku, hozir qaysigacha yetib keldi? Ya'ni savolingizdan hozir bu kasb o'lib qolmaydimi degandek savol tushundim men hozir. Biz bu kasbni boshlaganimizda asosan, ya'ni tuzatishda usta bo'lib chiqqanimizda ham knopkali telefonlar, o'sha vaqtda 1100, 1110, 1112 hammamiz taniydigan mashhur Nokia kompaniyasining telefonlari. O'sha vaqtda o'sha telefonlar edi. Bugungi kunga kelib telefon yuksalsa yuksalyaptiki, taraqqiy etsa taraqqiy etyaptiki, hech ham bir o'zgartiraylik yoki bir buni olib tashlaylik degan narsa yo'q. Kelasi bir aniq muddatni aytmaymiz, bir 50 yil, 100 yil ichida bu soha yo bir pasayib ketishligini nimasi yo'q. Tasavvur qilish qiyin. Yo'q, juda qiyin masala. Bunga doim ehtiyoj bo'lyapti, bu bo'lib keladi bundan keyin. Demak, siz o'zingiz ustida ishlab kelgansiz. Ya'ni knopkali telefon bilan sensorning farqi bor va siz o'sha yangi avlod chiqqanda o'shanga moslashib xizmat ko'rsataverasiz. Albatta, bugungi kunda hozir odamlar qaysi telefonda ishlatayotgan bo'lsa, o'sha telefonlarni mukammal ravishda, ya'ni o'ta sifatli ravishda to'g'rilab servis ko'rsata olamiz inshaalloh. Hech pushaymon qilgan paytlaringiz ham bo'ladimi? Ya'ni ko'z nuri ketadi, baribir vaqt ketadi, diqqat e'tiborli bo'lish kerak bu sohani tanlaganingizdan. Yo'q, pushaymon bo'lmaganman. Alhamdulillah, bugungi kunda bir o'ziga xos mutaxassisligimiz bor. O'zi bir odamda bir mutaxassisligi bo'lishligi kerak jamiyatda. Endi bir narsadan kechish, ya'ni bir narsaga erishishlik uchun bir narsadan kechishlik kerak. Albatta, o'sha yoshlik vaqtimizda o'yindan kechganmiz bunday qilib aytsangiz. Lekin bugungi kunda alhamdulillah yaxshi holatdagi ustamiz inshaalloh. Daromadlari qoniqtiradimi? Endi sir bo'lmasa aytishingiz ham mumkin. Sir bo'lsa, umuman sizning yashash tarzingizga kifoya qiladimi? Oila, bola-chaqa, yaqinlar uchun? Albatta, daromad masalasiga keladigan bo'lsak, daromad yaxshi kasb. 15 yildan beri qilyapmiz. Bu o'zimning misolimda gapirmay. Hozirgi kunda bizni, ya'ni meni o'zimdan chiqqan shogirdlarimni gapiradigan bo'lsam, Qo'qon shahar va mana bu atrof tumanlarda asosan ustalarini biz ta'minlab berganmiz. Ya'ni bizni shogirdlar shu qo'limizda ishlab, shogird tushib, ustoz shogird an'anasi bilan o'zini biznesini boshlagan, shu do'konini ochib, telefon yo'nalishiga kirgan yigitlar hozirgi kunda aynan shu yigitlar ya'ni Qo'qon shahri va atrof tumanlarda 60-70% tashkil qiladi ustalarni, bizni shogirdlarimiz. O'sha o'zimiz o'rgatganmiz shu yigitlarga.
Endi shundan misol qiladigan bo'lsak, bir shogirdim yaqinda bundan bir necha yillar oldin uy olgan edi o'ziga, shaxsiy yashagan, sotib oldi. Hozirgi kunda o'zining biznesi va mashinalari endi bunday qilayotganda yaxshi holatda. Inshaalloh bu daromad masalasida shogirdlarimizdan misol qilsak yaxshi. Endi shogird yetishtirish yaxshi, lekin ba'zi sohalar, ba'zi hunarlar borki, o'zim va farzandlarim, yaqinlarim boshqa odam bilmasin deydi, o'rgatishga qizg'onadi. Sizni nima majbur etdi bu sohani o'rgatishga? Aynan siz aytayotgan muammo bizda ham bo'lgan. Bir vaqtlar bu yo'nalish yangi bo'lganligi uchun, odamlarning qo'lida endi telefonlar paydo bo'lganligi uchun bir telefonni muammosi topilsa, bir usta topsa, u yashirilgan, bekitilgan, hech kimga o'rgatilmagan. Biz bu holatga kelganimizgacha to'g'risi ancha chig'iriqlardan o'tib, mashaqqatlarni ko'rganmiz-da. O'zim uchun odam bir yaxshilik qilib qolishi kerak. Ya'ni faqat bu dunyo uchun emas, faqat pul uchun emas, va oxirat uchun ham qaysidir ma'noda sadaqai joriya ham bo'lishi kerak degan maqsadda biz shogird olamiz va ipidan ignasigacha o'zi talab qilsa va o'zimiz uni majburlab yaxshi usta qilamiz, hech narsani yashirmagan holatda deb o'zimga maqsad qo'yganman va mana shu maqsad yo'lida albatta bu kursni ham tashkil qilyapmiz inshaalloh. Endi kurs haqida qisqacha ma'lumot bersangiz, davomiyligi, masalan, unda nimalarni o'rganadi haqida. Xo'p, kurs haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, bu kursimiz IT Line bilan Zamon servis hamkorligida tashkil qilindi. Kursimiz 4 oy davom etadi. 4 oydan keyin o'sha layoqati bor, biz tayyor deb sertifikat bergan yigitlarimiz o'zlari alohida ustaxona ochishlari ham mumkin yoki bo'lmasa bizda ikkinchi variantimiz bor. Bizda o'sha 4 oylik kursdan keyin ham qolib, u yog'i ya'ni biz bir yo'nalishga qo'yamiz, yana malaka oshirsalar bo'ladi. Undan tashqari biz o'zimiz yigitlarni bilamiz, tayyor bo'lib qoladi. Qarasangiz, bizda juda ham ko'p shogird olganligimiz uchun bitta baliz tayyor bo'lib qoladi-ku o'zi. Shogirdimiz tayyor bo'lib qolganda o'zimiz unga yo'nalish beramiz. Bir do'kon ochib berishlik yoki bo'lmasa qaysidir bitta filialimizga uni joylab alohida qilib chiqarishlik, bu ishlar ham bor. Ya'ni bizda ustachilikni o'rgangandan keyin, bu kasbning egasi bo'lgandan keyin albatta o'zimizda ishlab ketishiga ham mumkin, shu yerda daromad qilsa ham bo'ladi. Endi hali gaplashganimizdek, mana 15 yil oldingi texnologiya hozirgiga to'g'ri kelmaydi. Ustalarni o'zi ham malaka oshirishga hamisha muhtoj. Poytaxtga borishi mumkin yoki boshqa davlatdan o'rganishi mumkin. Ya'ni bilishimcha sizlarda ustalarni o'zini ham malakasini oshirish va zamonaviy kasblar. Albatta, bizda ikki xil yo'nalishda ustachilikni o'rgatamiz. Bittasi jelezniy, ya'ni sxema qilish, swap qilish ham deydi, platadan plataga olib ko'chirib o'tish. Ikkinchisi programmalashtirish. Ko'p, ya'ni ustaxonalarda ba'zi ustalarimiz faqat nimani o'rgangan bo'lishadi, telefon ta'mirlashni, ya'ni sxema qilishni, ba'zilari programma yo'nalishini o'rganishgan bo'ladi. Bizda har ikkovini bir joyga jamlaganmiz. Programmalashtirish bo'yicha ham, sxema qilish bo'yicha ham yaxshi holatdamiz. Shunga misol programmani bilmaydigan ustalarimiz bizga murojaat qilsa, programmani mukammal darajada o'zlari savol berishadi, shu savollariga qoniqarli javob oladigan darajada inshaalloh o'rgatamiz. Endi programmani bilishadi, sxemani bilishmaydi. Bu ustalarimizdan bizga murojaat qiladigan bo'lsa, o'zlari xohlagandek, ya'ni men mana bunday usta bo'lishni xohlayman desalar, inshaalloh o'sha holatda qangi darajada ya'ni ustachilikni o'rgatamiz. Ya'ni malaka oshiramiz, malakalarni oshiramiz inshaalloh. Zo'r. Mana hurmatli tomoshabinlar, IT Line ko'rsatuvini ko'ryapsiz va ushbu ko'rsatuv orqali aytmoqchi bo'lganimiz, endilikda biz mana shu Zamon servis tashkiloti bilan hamkorlikda telefonni ta'mirlash, mana shu ikki xil yo'nalishda bo'ladigan bo'lsa, hozir aytib o'tishgandek, uni o'sha dasturlari ham bo'ladi ichida, manimcha programmalari, boshqa biz bilmagan sinoatlari bo'ladi. Bemalol o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, shahrimizda yagonalar safida deb aytsak ham mubolag'a bo'lmaydi, chunki 15 yillik tajriba, bu katta tajriba. Qaysidir avlod bu ishdan chiqib ketgan bo'lishi mumkin, qaysidir paytda. Qaysidir avlodni malakasi o'sha tajribasi yetmaydi, ya'ni yaqinda kirib kelgan hisoblanadi. Shunday ustozni, demak, bilimlaridan bebahra qolmang. Bizni ko'rib turgan tomoshabinlarimizga tavsiyalarimiz, nevarangiz bo'ladimi, farzandingiz bo'ladimi, kelajagi bor kasbga bering. Xudo xohlasa, natijasini tez kunda ko'rasiz.